Hop, bugungi video obzorimiz mana shu balonniki bo'ladi. Ballon holati bir 70%, 100%, 70 talik bor. Ballonimiz cho'tki, ichlari ja unaqa urinib, yomon bo'lib ketmagan, tiniq. Xudo xolasa. Saksenasi qurt ballonni. Bitta bu yoqdan yamalgan ekan. Atay boshqa aybi yo'q bu ballonni endi. Mana bitta yirtib olish kerak ekan. Shu sabab menga keldi mana. Hop, ballonni yamaymiz, Alloh nasib qilsa. Yamagandan keyin garantiya shu ahvol yurib tashab ballonni tashab oladigan darajaga kelguncha garantiya. Faqat damsiz yurib qo'ysa, mana bunday ozgina damsiz yurilgan. Damsiz yurib qo'yilgan joylari bor mana. O'zini ichidagi qurumlari. Mana bu yoq damsiz yurgan joylari. Shunaqa damsiz yurib qo'ysa, o'zligicha javob berishadi. Endi yana no tarafi mana ham damsiz yursa, mana ko'chirib yuboradi. Buni ham pastga ko'chirib yuborgan. Ko'chirib yuborgan joyini ko'rsataman. Ko'chib ketgan. Bu yoqdan ham ozgina qo'ygan, ko'chgan. Damsiz yursa mana shu holatga keladi mana. Bilib olish qiyin emas, damsiz yurmaganini. Hop, egalari bilan gaplashdik, Alloh nasib qilsa yamaradigan bo'ldi, lekin hozir sirasiga emas. Sal bemalolroq yamish bilan mayli, Xudo xolasa mana shuni yamab, xullas tikib, cho'tki qilib beraman. Teshigi 5 sm yirtilgan. Bemalol qo'l kirib ketadi ham ichiga. İçidan ham bitta ko'rsataman, iminni shu joyini. İçidan ham bitta ko'rsatib qo'ying. Mana ichki qismi. Yirtig'i normalniy. Xudo xolasa shishga bermaydigan qilib, garantiya bo'ladigan qilib, Alloh nasib qilsa, cho'tki qilib yama beriladi. Endi nariga yamog'i ham bizada yamalgan. Hop, unisini endi qo'yib yuborgandan keyin sal kelishlardan nimadir qilamiz deb o'ylab topamiz. Qadrli obunachilar, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar kanalga. Alloh nasib qilsa, shunaqa yirtiq, shishga bo'lib qolgan ballonlarni, yirtilganlarni yama beramiz, shishga bo'lib qolganlarni qaytarib beraman.